Oyjon, faqat o'lmang. Oyim qanni? Oyim qanni? Nima bo'ldi ularga qanni? Baqirmasang-chi, bu bozor emas, kasalxona. Qizi bu mazalar qochibdi. Tirikmilar onam? Vahima qilmagin, soppa sog'lar, yotibdilar. Qaysi palatadalar? Men bilan ko'rishim kerak. Shoshilma. Yana bir gap bor. Nima gap? Cho'zmay gapiravering. Senga qanaqa aytishni bilmayapman. Aka, qanaqa bo'lsa aytavering, cho'zmay iltimos. Qisqasi, yoshlari va ahvollarini hisob. Aka, iltimos, cho'zmasdan tezroq gapiring. Oyim yaxshimini? Yaxshilar. Yaxshilar, lekin unchalik emas. Unchalik emas. O'zingiz operatsiyadan keyin yaxshi bo'ladi degandingiz-ku. Bilaman. Bilaman, shunaqa deganman. Lekin Allohning irodasi. Operatsiya yordam bermadi. Yordam bermadi? Siz o'ylab gapiryapsizmi, aka? Siz yordam beradi degandingiz-ku. Men operatsiya o'z vaqtida qilinsa yordam beradi deganman. Lekin men pul yig'ishga harakat qilib qolib ketdim, aka. Ancha qolib ketding, uka. Vaqt o'tib ketdi. Operatsiyani 2 hafta oldin qilganimizda imkoniyat bor edi. To'g'ri aytasiz. Mani onam endi o'lib qoladilar. Men hech yaxshi bola bo'laman. Uka, o'zingni qo'lga ol. To'g'ri, men ham qizishib ketdim, kechir. Senda ko'pchilikka nasib qilmagan imkoniyat bor. Onang bilan xayrlashib qolishing mumkin. Orzulari bormidi onang? Siz orzungiz qanaqa, onajon? Men orzuyimmi bolam? Hech narsa orzu qilmayman. Boriga shukr qilaman. Hamma narsam bor. Baribir orzungiz bor-da, ona. Ka'bani ko'rsam, Madinaga borsam deyman. Onajon, men boyib ketib, o'zim siz olib boraman. O'shani amalga oshirishing kerak imkoni bo'lsa. Onajon, siz nima qilaman? Iltimos. Meni tashlab ketmang. Men siz orzungizni amalga oshiraman. Bugunoq. Doktorlar sizga ruxsat berishi bilan sizni shundoq umraga jo'nata olaman. Oyi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizni orzungizni amalga oshiraman. Ha, kirdim. Qanaqa korobka? Sana-ko'r qancha ekan? Topdim, lekin ichida hech qanaqa pul yo'q. Voy, qanaqasiga yo'q? Hamma pullarni o'shaning ichiga yig'ardim. Aytibman-ku, topdim, lekin ichida hech qanaqa pullar yo'q. Hozir kelyapman. Bitta bo'lishi mumkin. Bilmadim, qaradim, mana yo'g'ida hech qayerda lekin. Men uyga kirganda eshigingiz ochiq edi. Menimcha shoshib chiqib ketganingizda yopish esidan chiqib ketgan bo'lsa kerak. Bu onam operatsiyalarga pul edi. O'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Topiladi o'sha pullar. Uyda choy teginda yonib qoldirdim. Allo, Sitor. Qachon Dubayga uchmoqmiz? So'rama. Bitta loq topdim-da. O'zi qanaqa pul berganini bilmay qoldi. Nima? Loq? Pullarimni qaytar. Boshimga qotirma. Onamlarning hayotini qutqarib qolish kerak bu pullar. Qancha ter to'kdim bu pullarni topish uchun, bilasanmi? Bu menga umuman qiziqmas. Onam o'lib qoladilar-yu. O'larsinlar. Menga nima? Любой odam bir kun o'ladi. Shu gaplarni sen aytayotsanmi? Bu hali ayab gapirganim seni. Sen siqirt ekansan. Men seni qanchalik sevardim bilasanmi? Sevgini bor-u. Bitta joyingga tiqib olgan, xo'p. Onangga o'xshab kambag'al yalangga yo'q o'tamanmi? Onam haqida seni gapirishga haqqing yo'q. Meni ham onam o'tganlar. Nima bo'pti? Dunyo to'xtab qoldimi? Bir marta tug'ilamiz-ku. Odam mazza qilib yashash kerak. Urmoqchimisan? Ur. Ko'rsat erkinligingni. Menga qo'ling uch tegsa bormi?
onangni oldin seni jo'natib yuborishadi. Kim seni orqangdan kelardi? Ey, haqiqiy erkaklar ko'p bu dunyoda. Hamma ham senga o'xshagan latta xezim emas. Duxinga o'tirdingmi? 2 marta yaxshi gapirganingga senga ergi deb sen bilan yashaydi deb o'yladingmi? Men sanaqa lattalarga даже ajrashib kelgan taqdirimda ham tegmasdim. Pulni qaytar. Qanaqa pul? Pulni qaytar. Onamlarni davolatishim kerak. Qatta yuribsan? Qara, smenga chiqmasang ishga kelib o'tirmagin, tushundingmi? Iltimos pullarni ber. Shu bilan aytasan? Agar menga barmog'ingni uchini teqizadigan bo'lsang, meni zo'rlamoqchi bo'ldi deb sendan sayzingni o'zgarma. Bu insonni mazasi yo'q. Tezroq yordam chaqirish kerak. Boy odam ekan. Juda boy. Agar pullarini olsam, menimcha sezmasa ham kerak. Onam bilan umraga jo'natardim. Muammolarimni hal qilardim. Qisqasi, pulni olaman va telefondan zakozni atmay qilaman. Hech kim mendan shubhalanmaydi. Yo'q. Nimalar qilaman o'zi? Shunaqa muqaddas joyga harom pul bilan onamlarni jo'natamanmi? Onajon, meni kechiring. To'g'ri, men boy emasdirman. Lekin siz meni to'g'ri tarbiyalagansiz, onajon. Men halol mehnat qilib pul topaman. Allo. Skora? Qaqqa shoshayotsan, dabba. Yon atrofingga farqi yo'qmi? Chort. Oka, kechirasiz, atidan qilmadim. Bu mashina bilasam, sen turmushingdan qimmat turadi. U ko'r qatdan ko'rmay qolasan. Voy janna. O yonni ham qiribsan-ku. Buni to'lash uchun nima endi? Bir umr ishlaysanmi? Kechiring. Qanaqa kechiring, dalban? Nima oyog'ing ragatga qilib o'tirib olding? Choting bilan to'lamoqchimisan, ha? Rayonning. Endi sen menga qarsan. Sho'chib ketdi. Bilasan nimaligini? Oka, uzr, hech bo'lmasam pоворotnikka yoqmaysizmi? Pоворotnik? Nima sen meni aybdor qilmoqchimisan? Oka, oling qo'lingizni. Tiling chiqib qoldimi? Adam kimligini bilasanmi? Любойni og'ziga berib qo'yadi. Tezroq zakaz qilgan odamga dorisini olib borib berishim kerak. Bu dori odamning hayotini qutqarib qolishi mumkin. Ortiqcha bosh og'riq kerak emas. Oka, men ketishim kerak. To'xta! Qaytdimmi? Biz sen bilan hali ko'rishamiz, tushundingmi? Tushlaringga kirib chiqaman. Dabba. Jonim, jahlingiz chiqsa shunaqa vahshiy bo'lib ketar ekansiz. Yoki mana mashinangizni qirib ko'raymi? Go. Qaqqa shoshayotsan, dabba. Nima oyog'ing ragatga qilib o'tirib olding? Choting bilan to'lamoqchimisan, ha? Biz sen bilan hali ko'rishamiz, tushundingmi? Tushlaringga kirib chiqaman. Rayonning. Xayrli tong, Samir. Xo'sh, bugun nonushtaga qaysi kliping bor? Jin ursin. Hayotimda hech bo'lmasa nimadir yorug' bo'ladimi? Yana och qornim bilan boshqalarning ovqatini yetkazaman. Yo'q. Bunaqada onam bilan umraga jo'nata olmayman. O'zingni qo'lga ol. Ishlash kerak.
bola, bu yoqqa kelgin. Ha? Hozir. To'xta, gaplashib olishimiz kerak. To'xtasangchi. Oka, iltimos tezroq haydang. Qolgan pulni bering. Qo'lga tushdingmi? Qo'rqma. Biz ham dastavkada ishlaymiz. Hayda. Qahramonimiz kelibdi-ku. Etudima sen topaman deb. Xonimlar va janoblar, qarang, siz bizni koshonaga qadam ranjida qilib, bizni juda xursand qildingiz. Bu yerga hali bunaqa qimmat kiyimda hech kim kelmagan edi. Janob kuryer, xush kelibsiz. Ichkariga marhamat. Kim bu xizmatkorni ichkariga qo'ydi? Bu kulgili emas. Janob kuryer, bir qoshiq xonimdan keching. Sizni kayfiyatingiz ko'tara olmadim. Kiyimlaring juda ajoyib. Bugun ofisimizda fashion kechaligidan xabarim yo'q ekan. Bo'lmasam, men ham yangi otdan kiyinib kelardim. Ming bor uzra. Yalanga yo'qligi ko'rinib turibdi-yu. Hozir bunga qarasam gunoh. Bu ishchi kiyimim. Ha, yo'q-e, sizni ishchi kiyimingiz ham bormi? Ama sizni katta biznes egasi deb o'ylayman ha. Qatdan bunaqa bejirim oyoq kiyim oldingiz? Bu Loro Piano'ni oxirgi modellaridanmi deyman ha? Ko'p. Xuddi ham oldin bitta bilsa kerak. Gapirmang. Do'kon nomini aytib o'tirmang. Men bir umr pul yig'sam ham bunaqa oyoq kiyim ola olmasam kerak. Zato o'zimni pulimga olganman, adam olib bermaganlar. Sen itni bolasi. Nima deyapsan? Hozir sanda bani boru, tilingni kesib, ko'tingga tiqib qo'yaman. Davay kuryer. Qani, bitta o'yinga tushib ber. Xotiron soqqa beraman. Qani, davay. O'yna. O'yna. O'yna davommi? O'yna davommi? O'yna davommi? Tepma, buni ichida ham bor-ku. Mehmonni ham shunaqa kutib olishadimi? Maqtadi. Shunchaki hazillashyotgandim. Qattiq yetib beteyinni deb meni jazolamasangiz kerak. Assalomu alaykum o'g'lim. Xush kelibsiz. Siz topishlarni o'zim iltimos qilgandim. Sizni bunaqa kutib olishganlar uchun sizdan ming bor uzr. Siz birgalikda kabinetga chiqinglar. Sen esa burningni arta olgin. Sen bilan keyin gaplashamiz. Mening ismim Sanjar Anvarovich. Yaqinda sen men hayotimni qutqarib qolding. Seni minnatdorchilik bildirish uchun seni topishlarini so'ragandim. Senga moliyaviy yordam bermoqchiman. Seni ishingni hisobga olsak, senga pul ortiqchalik qilmaydi deb o'ylayman. Yo'q aka, pul ola olmayman. Bu albatta mardlik. Lekin men senga shu yurakdan yordam bermoqchiman. Yo'q aka, ola olmayman. O'g'lim, yaxshilab o'ylab ko'rgin. Aka, ochig'ini aytadigan bo'lsam, menga hozir pul zarur, chunki onamning hayoti xavf ostida. Ularni umraga olib bormoqchi edim. Lekin inson hayotini
saqlab qolganim uchun ham pul ololmayman. Undan ko'ra pulni o'zim ishlab topaman. Menimcha meni o'rnimda bo'lgan odam shunaqa qilgan bo'lar. Hamma emas, adashasiz. Masalan, meni o'g'lim bo'lsa, meni ustimdan hadlab sakrab o'tib ketardi. Hattoki qo'limdagi soat ham echib ketgan bo'lishi mumkin. Keling, bunday qilamiz. Men hamma safar xarajatlarini to'lab beraman. Sen esa bu pullarni ishlab berasan. Alloh, Malika, hozir men bir ismini aytaman, yozib olgan. Kompaniyamizga stajyor qilib ishga olish kerak. Isming nima o'g'lim? Mustafayev Samir Samirovich. Mustafayev Samir? Bo'lishi mumkin emas. Axir meni eng yaqin do'stim Mustafayev Samir edi. Bo'lishi mumkin emas, axir bu meni otam-ku. Men seni otangni yaxshi tanirdim. Biz u bilan do'st bo'lganmiz. Birga armiyada xizmat qilganmiz. Bizning rotamiz qamalga tushib qolganda, seni otang o'z jonini qurbon qilib, bizning hayotimizni saqlab qolgan. Men qaytib kelib, uni oilasini topishga o'zimga va'da bergandim. Qaytib kelib ularni rost izladim, lekin uddala olmadim. Men ularni topa olmadim. Meni kechir do'stim. Sen ham meni kechir, o'g'limni qilgan qiliqlari uchun. Seni otang u dunyoda bo'lsa ham sen to'g'ri tarbiya olgansan. Men esa o'z o'g'limni majol qilib tarbiya qildim. Hammasi joyida aka, siz aybdor emassiz. Mayli o'g'lim, bu meni qarzim. Bu qarz meni bo'ynimda. Shunday bo'ldiki, men sizlarning oilalaringga 2 marta qarz bo'ldim. Taqdir bizni bekorga uchrashtirmadi. Alo, Baxti, anu yo'ldagi it testingdan moshtam tirnab ketgan kuryer bor-ku. Короче, o'sha hozirdan oldida ustida o'tirib. Uni kuzatib yurishing kerak. Mendan chiroyli salom berib qo'yasan. Voy bola. Sen qachondan beri odamlar bilan bunaqa gaplashadigan bo'lding? Tur joyingda. Senga hali hech kim o'tirishga ruxsat bergani yo'q. Hadi. Nima siz o'sha yalang'oyoqni mendan ustun ko'ryapsizmi? U xizmatkor. Men sizni o'g'lingizman. O'g'lingizman? Ey bola, agar meni pulim bo'lmasa sen kimsan o'zi? Ha? Nonko'r? Men ham kambag'al bo'lganman. Seni tilingda yalang oyoq bo'lganman. Yoshligimda ertalablari o'qib, kechki payt yuk tashuvchi bo'lganman. Sen o'zi mehnat nimaligini bilasanmi bola? Ertalab kechgacha uxlab, kechalari esa qanjiqlaring bilan yurasan. Bo'ldi. Men bu narsaga chek qo'yaman. Senga endi pulim yo'q, meros ham yo'q. Tushundingmi? Ayb o'zimda. Seni orzu cherkiratib olganman. Bugundan boshlab merosdansan, butunlay mahrumsan. Hadi, nima unaqa deyapsiz? Axir men siz o'g'lingizman-ku. Yagona o'g'lingiz. Bilasizmi, men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Ha, bola. Siz qolishdan qo'rqyapsanmi, ha? Siz bilan to'g'ri tushuning. Bu axir hammasi bu sizni butun umrlik mehnatingiz-ku. Men oilaviy ishimizni davom ettirmoqchiman. O, Hamilyon, bunaqa o'yinlaring endi menga o'tmaydi. Mayli-da, meni kechiring. Ha. Siz xohlagan o'g'il bo'la olmayman. Sizdek otaga munosib farzand bo'la olmaganimdan men o'zim aybdorman. To'g'ri, siz haqsiz. Munosabatda bo'lishim kerak emas edi. Men hozir borib o'sha kuryerdan o'zim uzr so'rayman. To'g'risini aytsam, tegab ketmoqchi edim. Sen olov bilan o'ynashyapsan. Chiqqan joyingga tiqib qo'yaman. Tushundingmi? Men endi seni rostakasimiga ehtiyot qil. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi?
Va alaykum assalom bolam. Rahmat. Hammasi yaxshi. O'zing yaxshimisan? Onajon, tabriklang. Yaxshi ish topdim. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, bolam, martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Otang ham sen bilan faxrlanardilar. Men ham sen bilan faxrlanaman, bolam. Alloh menga yaxshi o'g'il bergan. Rahmat onajon. Hammasi duolaringiz orqali. Hey, ukam tinchlikmi? Nima qilyapsizlar bu? Amaki, ayiq bilan o'ynayapmiz. Qarang, o'ziga ham yoqyapti. Mana qara, buni ham ichida senga o'xshaydigan odam bor. Senga o'xshaydigan yosh bolalarni xursand qilib pul topadi. Qisqasi halollab pul topadi. Qani, bor uyingga, bo'lsa hozir militsiya chaqiraman. Bor. Boring. I will be there for you, babe. I'll be there in your darkest days. Hold you in my arms, you're safe. Bo'pti o'rtoq, men keldim, gaplashamiz. Qanaqa sho'xlik? Yarim yildan beri ketdan yuraman, даже qo'lni ham ushatmagan bor. To'jim bokira. Bo'pti, mana keldi, bo'pti, davay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Tinch, yaxshimisiz? Kuningiz yaxshi o'tdimi? Sekin-sekin o'qishda edim. Keyin odamda sal mazalari yo'q edi, shunga doktorga borib keldim. Bilasan-ku, odam mendan boshqa hech kimlari yo'q. Bilaman. Oilangizga juda mehribonsiz. O'qishi ham, ishi ham, oilangizni ham hammasiga ulgurasiz. Senga ulguryapman. O'p ketdim. Mayli, faqat yaxshi odamlar to'g'risida gaplashavermaylik. O'zingdan gapir, kuning qalay o'tdi? Bugun ukamni o'rniga animator bo'lib ishga chiqqanim mazasi yo'q edi, yana ishdan haydab yuborishmasin. Lekin kechga yaqin bolachalar shunaqa asabimni buzdi. Lekin bitta bola kelib ularni haydab yubordi. Meni qutqardi. Ha, xo'p, ishdan haydasa o'zim ishga olardim. Sani chiqqaning noto'g'ri-da. Yo'q. O'zi harakat qilsin. Mana sizga o'xshab, adizni soyasida yurmayapsiz-ku, o'zingiz harakat qilyapsiz. Sizga o'xshashni xohlagan bo'lardim. Men ham kelajakda katta doktor bo'laman, odamlarga yordam beraman. Mayli, men doim yoningdaman. Nima yordam kerak bo'lsa tayyorman. Mayli, bora qol. Kuning yaxshi o'tsin, xo'p? Rahmat Sardor aka. Sizdagi do'st kamdan kam uchraydi. Uzr, sizni ham ovora qilib qo'ydim. Qanaqa ovora? Sen yonimda bo'lsang, hamma charchoqlarim esdan chiqadi. Mayli, bo'pti, bora qol. Xo'p. Современныйmush. To'ydan keyin uyda qisib o'tirishini bilmayapti shekilli. Doktormush. Nima 8 yil men tursigimni yuvishni o'rgatadimi? Chort. Alo, jonim, qalaysan? Bo'ldi, hozir borib ko'ramiz. Ikkalamiz birga bo'lsak bo'ldi menga. Sizga yoqdimi? Yo'q, yoqmadimi? Yo'qdi, yo'q. Birga bo'lsak hech kim kerak emas deyman. Da, kerak emas. Gaplashib o'tiraylik. Buncha telefonga kirib ketdingiz. Sendan boshqasi kerak emas deyapman, to'g'rimi? Har doim shunaqa bo'lishini xohlaysizmi? Xohlayman. Biz shunaqangi bir-birimizga mosmiz-a? Da, rosa o'zi. Har kun ko'rishaylik, jonim. Xo'p. Ertaga kelsangiz, sizni bundan ham zo'r syurprizlar kutadi. Lekin ertaga ishlarim juda ko'p-da. Sizni har doim ishingiz ko'p. Lekin agar biz birga yashaganimizda, sizni har kun shunaqa kutib olardim. Tak, stop. Biz bu temani gaplashganmiz. Men yana boshlayapsan? Sizga qiziqmasman-ku men. Bitta narsani tushuntir, senga nima yoqmayapti? Vaqtida soqayni berayotgan bo'lsam, mazza qilib yashayotgan bo'lsak. Mazza qilib yashayotsa, bergan pullaringiz o'rtoqlarim bilan Dubayga chiqib kelishga ham yetmasa, siz haftada atigi bir martagina kelasiz. Odamlarga o'xshab unda ko'chaga aylanishga ham chiqmaymiz. Faqat manikida ko'rishamiz. Boshlandi, voy, menga qara. Chorshanba kuni Amirsoyga, ha? Katta xolang bilan chiqdingmi? Siz meni o'ylamaysiz. Kayfingizni qilsangiz bo'ldi. Men ham odamman-ku, men ham baxtli bo'lgim keladi. Nima? Sen baxtsizmisan? Uying bor, soqing bor. Nima kerak yana senga?
Siz o'zi menga uylanish niyatingiz bormi? Yoki men qattiq bir ko'chadagi o'ynashingizmanmi faqat? Tvoy! Jonga tegding bu gaplaring bilan. Men ketdim. Kutingga tiqding hammasini. Jonim, meni kechiring. Men bilmasdan gapirib qo'ydim. Mana ishlab topganlar. Kstati, anu xizmatkoringga boraversang bo'ladi. Odamni qo'lda ishlayapti. Uni ham soqqasi bor. Allo, jonim. Meni kechiring. Men ahmoq bo'lgan ekanman. Sizdan boshqasi kerak emas menga. Voy opa-ey, nimaga oynani ochib qo'yasiz? Men yopaman, siz ochasiz. Sekinroq gapiring. Odamga damovatda. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Qizim, juda ham mehribon ekansiz. Qani endi sizga o'xshagan kelinim bo'lsa, o'g'limdan ham xavotir olmasdan bu dunyodan armonsiz o'tardim. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom bolam, yaxshi keldingmi? Mayli xolajon, men xalaqit bermay sizlarga. Qizim, to'xting. O'g'lim sizni kuzatib qo'yadi. Qorong'ida bitta-o'yiz qanaqa ketasiz? Uyim yaqin xolajon, xavotir olmang. O'g'lim haykalga o'xshab qotib turmasdan qizni kuzatib qo'y. Yaxshi qiz ekan. Taqdir bo'lsa balki Oyi, qo'ysangiz-chi. jim bo'l, aytganimni qil, bor, tez kuzatib qo'y. Bor orqasidan. Love, I don't test me. My love can get messy. Your love is hands around my neck. Will you choke me or caress me? Nimaga jim gapirmasdan kelyapsiz desam, ayiqdan qo'rqar ekansiz-ku. Yo'q-e. Ayiqni qutqargan odam ayiqdan qo'rqaydimi? Kam tinchlikmi? Nima qilsalar biz? Tushunmadim. Anu kuni ayiqni yosh bolalardan qutqargan edingiz. Esingizdan? I would be there for you, babe. Ha? Becharaning ustidan rosa kulishayotgan edi. Vot, o'sha bechara ayiqmanman. Siz? Qanaqasiga? Siz medsestra? Ha, men medsestraman. O'sha kuni ukam o'rniga chiqqandim. Ayiqning ichida qiz bola bor deb o'ylamagandim. Hamma qizlar ham oqotdagi shahzodani kutmaydi. Bir xilda o'zlari ham ayiq bo'lishadi. Muhabbat kuchli tuyg'u-da. Bir kuldiradi, bir yig'latadi-da. Tushunmadim. Nima kerak sizlarga? Yo'lingdan qolmalaring. Bizani ham Nasrinamizni ko'tarsang yaxshi bo'lardi. Menimcha, ko'chada bola qizi bilan ketayotganda unga ortiqcha gapirish erkakning ishi emas. Bizga shunday o'rgatish. Senga nima o'rgatishganiga qo'ygan joyim bor. Yo nima? Cho'kang oldida achka ishlayapsan. O, tilingga qarab gapir. Sanduqing vagon-mi? Yaxshi. Faqat shundoq qizni uyga kuzatib qaytaman. Gaplashib olamiz. Qanaqa erkakliging bir ko'raylik-chi. Seni kutamiz-a? Mushik. Voy-o, boshqacha ekanmi? Ularni oldiga qaytib bormasangiz kerak. Men so'z berdim. Erkak kishi so'zning ustidan chiqishi kerak. Jinnimisiz? O'sha ko'cha bezorligini nimadir isbotlamoqchimisiz? Ularda chesti o'zi yo'q-ku. Iltimos, bormang. Mayli. Aylanib o'taman joy. Yaxshi qiz ekan. Menimcha hali ko'pini kuzatib qo'yaman. Lekin shu joydan o'tganda bir kun ularga yana ro'para kelaman. Agar ishkal bo'lsa yoki militsiyaga yoki больницаga tushaman. Onam buni ko'tara olmaydilar. Aniq. Qayerdan paydo bo'ldi bu? Jonim, men keldim, pastdaman.
Mana jonim demay, kelishuvdik-ku. Biz do'stmiz. Jajonga tegdi mana shu o'zini olishi bor. Sarik, men tushunmadim seni, brat. Voy, sallaga bo'tda nima qilib bormi? Suray bo'tdan hozir ko'rib qoladi. Sarik, sen nima bizani mentlarga passava qilmoqchimiding? Tushunmadim. Bir oddiygina bir chumo degani. Uchalamiz enamizni ko'rsatdi-yu, atvet qilish kerak unga. Xo'p, bo'pti. Keyin hal qilamiz. Surlaring hozir sanlarni ko'rsa, savol ko'payadi. Davay, qoshlaring. Lekin bratan, sen bizani passava qilding lekin. Bitta lo'qdan kalta yesalaring, o'sha lo'qdan ham battar ekansanlar. Tushunlaring? O'sha lo'q sen cho'kang bilan aylanib gaplashib yurgandan xabaring bormidi? Nima? Bo'pti. O'zimga qolganini hal qilib beraman. Bo'ldi, xo'pdilaring. Surlaring, qoch, sur. Davay. Keyin ko'rishamiz. Bor. Всё. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. G'alati. O'zing yaxshimisan? Kecha uyga yetib oldinglarmi? Ishonasizmi? Kecha bizga qanaqadir bezorilar tegajog'lik qilishdi. Bizaga? Kim bilan ketayotding? Mana eshitasizmi? Tegajog'lik qilishdi davomli. Shunda sen bitta o'zing emasmiding? Sizga mani ahvolim qiziq emasmi? Yonimdagini so'raysiz? Hozir ahvoling yaxshimi? Shunda yoningdagi kim edi? Mani mayib qilib qo'yishlari mumkin edi. Sizga faqat kim bilan ketayotganim qiziqmi? G'alati emasmi? G'alati emasmi? Sen har kuni har xil odamlar bilan aylanib yurishing? Tushunmadim. Men yarim yildan beri orqangda itdek yuribman. Ухаживать qilyapman. Sen bo'lsang har kuni har xil bilan, ha? Tak, stop. Men sizdan ухаживать qiling demadim. Boshidan uzoq do'st bo'lamiz dedim. Agar umid bergan bo'lsam, uzr. Eshikni oching. Tushaman. Shuncha vaqtdan keyinmi? Nima deganingiz bu? Men nimasiga umid bermadim. Oching eshikni. Mensiz hech haqqa bormaysan. Men nima? Men seni shuncha paytdan beri, ha? Tupoy gaplaringni. Просто так eshitib yurdimmi? Tupoy? Mana endi asl o'zingizni ko'rsatdingiz. Men sizni oliyjanob odam deb o'ylagan edim. Menga otalar so'zi qilmagan, xo'p. Sen meniki bo'lishing kerak, it tochka. Men seni baxtli qilaman. Soqqam o'zimga yetarli. Menga pullaringiz qiziq emas. Ustingdan zar sochaman. Hech narsaga zoriqmaysan. Men hozir ham hech nimaga zoriqmayapman. Siz shunda hozir meni sotmoqchi bo'lasizmi? Siz bu hayotda hech nimaga erisha olmagan potensialchiksiz. Meni oxirigacha eshit. Sen meni eshit. Eshikni ochdi. Boshqa ko'zimga ko'rinma. Uzr. До свидания. Allo, Sanjar aka, assalomu alaykum. Hozir qurilish obyektini hamma joyini ko'rib chiqdim. Ishlatilgan armatura plandan ancha ingichka ekan. Bo'lishi mumkin emas. Barcha zakuplarni o'g'lim qiladi. Ertaga uy topshirilgandan keyin baxtsiz hodisa bo'lmasin. Unga boshidan tekshirib ko'r, lekin faqat hech kimga indamay turgin. O'g'lim bilan esa men o'zim gaplashib olaman. Tinchlikmadi? Menga arsizlik qilmagin bola. Qurilishlarga san zakup qilyapsanmi? Xudo. Madir bo'ldimi? Bo'ldi. O'g'rilik bo'ldi. Agar sen arzon narsa olsang, hech kim bilmaydi deb o'yladingmi? Agar kimdir o'lib qolsa nima bo'lardi? Tushunmadim. Men hozir o'g'riga chiqib qoldim. Yo'q, ana yalang'oyoqni gapiga kiryapsiz. Siz doim o'zi o'g'lingizga emas, o'sha begona odamlarning gapiga ishonib yuraverasiz. Chunki sen har doim kimgadir problema sabab qilasan. Seni hayoting faqat kayf qilish bilan o'tyapti. Ada. Men o'zim hammasini tekshirib ko'raman. Bilasiz, qo'limda ko'p odam ishlaydi. Men topaman o'sha kirsan. Lekin ada qanaqasiga o'z o'g'lingizdan shubhalanyapsiz, a? Men o'z otamdan narsa o'g'irlaymanmi? Qanaqasiga ada? 2 kun tanigan shu kuryeringizga shunchalik ham ishonib bo'ladimi odam? Biz odamlarga yaxshi uy qurib berishimiz kerak. Birovning haqqiga xiyonat qilishga haqqimiz yo'q. Bo'ladi. Men sizni tushundim. Menga ishoning, men o'sha Krisani topaman. Senga 2 kun muhlat. Kim o'g'riligini topishing kerak. Всё, bo'ldi. Ko'ringiz xotirjam ko'ring. Всё. Baxti, короче, anu kuryer ko'p narsani bilib qoldi. Kelishganimizda baxtsiz hodisadek ko'rinsa hammasi. Salom. Salom. Gullar chiroyli ekan. Onangiz izlaganmi? Eshitdim. Tezda tushib berishar ekan. Ha, lekin bu gullar sizga. Menga? Nima uchun? Siz menga juda ham yoqib qoldingiz va men istagandimki, qarang. Siz juda ham yaxshi bo'lasiz, lekin hozir meni bunaqa ishlarga vaqtim yo'q. Men o'qish,
ishlarim bilan bandman. Mayli, unda shunchaki do'stlik sifatida oling. Rahmat, kerakmas. Menda allaqachon shunaqa do'st bo'lgan. Nima demoqchisiz? Shunchaki kerakmas. Uzr. Rahmat. Oli? Qarang, oldin nima bo'lganini bilmayman. Balkim yigitlardan yoki odamlardan ko'nglingiz qolgandir. Lekin men sizga adashayotganingizni isbotlamoqchiman. Hamma narsa yaxshi bo'lishi mumkin-ku. Mayli, urinib ko'ring. Lekin buni sportga aylantirmang. Men sizni sportingizda qimmatbaho sovg'a bo'lishni istamayman. Va'da beraman, siz juda ham hayratda qolasiz. Mayli. Hayr. Oyning oldida shifoxonada ekanligini bilgandim. Ahvollari yaxshimi? Kun bo'yi senga telefon qilma. Ne javob bermaysan? Bu nima qolsa? Gaplashib olishimiz kerak. To'xta. Bizda gaplashadigan gap qolmadi. Seni umuman ko'rish xohlamayman. Nimaga paydo bo'lding? Endigina hammasi izga tushayotgandi-ku. Yana bir bor urinib ko'raylik. Nimaga urinasan? O'zing yetgansan, oramizda hech narsa bo'lmagandi. Men ahmoq bo'lgan ekanman-da. O'zimni vijdonsizlarcha tutdim. Chunki seni qanchalik yaxshi ekanligini tushunmagan edim. Seni xotining bo'lishni xohlayman. Sen sevimli. Haq ekanmi? Hammasi bir ko'r. Sizlarga nikoh baxt tilayman. To'xting, hammasini tushuntirib beraman. Hech nimani tushuntirishingiz shart emas. Siz ham hammaga o'xshagan ekansiz. Bittasi ko'nglingiz uchun, bittasi ota-onangiz uchun. Zo'r. Nimaga o'sir qo'yasan? Kim yig'ishtiradi hammasini? Yaxshimisiz? Chiqing, gaplashib olaylik. Men noto'g'ri tushundingiz o'shanda. Kinolarda aytiladigan oddiy gaplar. Iltimos, chiqing, hammasini tushuntiraman. Bu esa endi hind kinolarida bo'ladigan gaplar. Hammasini tushuntiraman. Tushuntiring. Shu odamni, g'alati-ku, qo'shni qarab turishibdi. Vot unda men bu supurgingizni oling-da keting. Oldingizga kiraymi? Qichqatga kirish kerak emas, keting. Podyezdni kodi qanaqa? Yo'q. Yaxshi qiz. Kodini ayting endi. Tushuntirsin endi bola bag'ir hammasini, a? Senlarga nima kerak? Qo'lga tushdingmi siqir? Qayerga qochasan endi? Tegmalaring, hozir militsiya chaqiraman. Yana qiz bolani orqasiga berkimoqsanmi? To'g'ri qilasan. Ish qo'ygandan keyin sevorganing ham yaxshi. Oldingi safar kamlik qildimi? Temir ko'tarib kelibsanlar. Kerak emas, sizni o'ldirib qo'yishadi. Kerak emas. Militsiyalar yordam bera olmaydi. Podyezdni kodi 328. Alo. Bahrom aka, yordamingiz kerak. Bahrom aka uni o'ldirib qo'yishadi. Adajon, iltimos tezroq keling. Hey! Yo'qolaring motta. Qoch. Tur, kapinisa qo'yishimiz kerak. Smenasi ertaga bo'lsa ham tuni bilan shu yerda o'tirib chiqdi. Nima bo'ldi senga o'zi? Yiqilib tushdim. Samolyotdanmi? Tushunarli. Mani kechiring, hammasi mani deb bo'ldi. Unaqa demang.
Hammasi joyida. Men ularni yuzini eslab qoldim. Militsiyaga ariza beramiz. Ularni topib, jazosini berishadi. Ular topib rahmat etishga. Rahmat? Nimaga rahmat? Ular menga yordam berib yuborishdi. Sizni tashqariga chiqishingizni xohlagandim. Yot, mana chiqdingiz. Gaplashingiz kelmayapti. Mana endi esa gaplashib o'tiribmiz. Tushunimsiz? Hazillashgan narsa emas-ku bu. Sizni o'ldirib qo'yishligi mumkin edi. Anumzani politsiyaga olib kelgan bolalar kim edi? Bahrom aka onamlarimi? Bahrom aka. Mana adam shaharda juda ham katta odamdir. Onam o'limlaridan keyin dadam bilan gaplashmagunga ukamni olib uydan ketganman. Men soddiy hamshira, parkda esa bayir bo'lib chiqadi deb o'ylagandim. Men bu hayotda hamma narsada o'zim yashashni xohlayman. Qishga ham o'zim kirdim. O'zimga ish topdim. Ko'kamga ham qarab yuribman. Otamning yordamlari menga kerak emas. 1 yil ichida ularga telefon qildim. Menimcha oxirgi marta qilishim ham shu. Dada? Bu yerda nima qilasiz? Sardor, o'g'lim, aybdorni topdingmi? Tekshirdim, ada. Qurilishda hammasi joyida. Qog'ozlarni ham mana 3-4 marta tekshirdim. Obyektga ham o'zim borib bitta-bitta tekshirib chiqdim. Hayronman. Qayerdan bunaqa gaplar chiqyapti? Unda yaxshi o'g'lim. Mijozlar yonida yuzimiz yorug' bo'ladi. Lekin ada, shu tushunmayman-da. Qattagi qog'ozlarni olib kelib qo'yursa, tap etib ishonib ketaverasiz. O'zingiz o'g'lingizdan shubhalanasiz. Nima? Hamma zakupni men javob berganligim uchun mana shunaqami? Bekor menga ishonmaysiz-da, ada. Har holda sizni yagona o'g'lingiz bo'lsam, bilasizmi? Sizni ishonchingiz uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilyapman. Lekin siz baribir menga ishonmaysiz. 2 kun oldin tanishgan odamingizga lekin xuddi o'g'lingizdek ishonasiz. O'g'lim, qizishib ketdim. To'g'ri, seni gapingda jon bor. Kechir meni, bolam. Sardor, bu yoqqa endi ehtiyot bo'lgin, bolam. Men senga ishonaman. Alo. Xo'jayin qurilsa chirpa, 2-chi etaj qulab tushdi. Nima? Hech kimga hech narsa qilmadimi? Prorab reanimatsiyada. Prorab? Kamoliddinmi? Asroshni operatsiyaga olib kirisharkan. Qaysi больницаga? 5gami? Bo'ldi, hozir boraman. To'xtang. Hadi. Men o'zim hal qilaman. Siz Sen уже hammasini hal qilib bo'lding. Tushundingmi? Sen hal qilishing orqali hozir bir odam o'lim bilan kurashyapti. Ular menga ishchi emas. Men ular uchun javobgarman. Borib hozir kerak bo'lsa, uni oilasidan uzr so'rayman. Tiz cho'kaman. Sen meni boshqa ko'zimga ko'rinma, marrat. ishing tegiga tez boshni ham tayyorla. Hozir politsiyaga odamni oldin bormasam, ana prorab hammasini gullab qo'yishi mumkin. Davay. Hozir. Menga qara. Tirik qo'yganingga shukr qilchun deymi? Atak boradigan joyingga o'zim jo'natib yuboraman. Assalomu alaykum Sanjir aka, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Sizga muhim gapim bor edi. Qizim, hozir sabr qilib turing. Shunda olish kerak kirib chiqay, keyin gaplashamiz. Xo'pmi? O'zi hech narsani yashirib bo'lmaydi. Adem baribir hammasini biladi. Adam kelganda so'qov bo'va bo'lmas, tushundingmi? Senga akademiklar ham keyin yordam beradi. Ani qarishi hammasini bilsa, hammamiz topamiz. Qariligimni tan olaman. Lekin eshak ekanligimni bilmagan ekanman. Ada, men noto'g'ri tushundingiz. Hozir men sizga hammasini tushuntiraman. Ada, men senga imkon bergandim. Lekin sen ada. Hozir eshiting, meni hammasini tushuntirib beraman. Men seni katta qilib topgan rahmatim shumi? O'lik tug'ilsang bo'lmasmidi? Ada, nima deganingiz? Men siz o'g'lingizman-ku. O'g'lingizman? Sen itsan.
Bu so'zlarni tilingga ham olma. Narkomanliging mayli, o'z otangni pulini o'g'irlashingga ham mayli. Endi sen odam o'ldirishga o'tdingmi, noinsof? Ada, iltimos. Mani eshiting. Ada, iltimos, mani eshiting. Seni qamoqda chiritish kerak, nonko'r. Adajon, mani kechiring. Prosta mani kechiring. Men o'zgaraman, ada. Kechiring deysanmi? Seni Xudo urib olgan o'sha. Senga bandasi teng kela olmaydi endi. Oqbatlar. Siz meni hech qachon yaxshi ko'rmagansiz. Odam deb hisoblamagansiz. Doim sizga yoqishga, sizni qo'yningizga olishga harakat qilganman. Siz mendan o'zingizni bebaho vaqtingizni, shirin so'zlaringizni ayagansiz. Oqpadar, jim bo'l dedim senga. Oqpadar? Men oqpadar emasman. Men sizdan kechdim. Meni boshqa sizniki otam yo'q. O'zing yo'q. Yoqmayaptimi haqiqat, adajon? Mani mana shunaqa bo'lishimga faqat siz aybdorsiz. Faqat siz hamma mehringni ko'chadagi itlaringga berding. Meni ham narkoman bo'lishimga faqat sen aybdorsan. Shundaymi, sendan nafratlanaman. O'lsam ham janozangga kelmayman. To'tlaringni ko'chadagi itlaring ko'tarsin, men emas. Ko'rishish uchun ofis qolib palatada ko'risha olsizlarmi? Yaqin odamlarim oldida bo'lgandim-da. Men ishni ko'raman deb undan battar ahvolga tushdim, qizim. O'zimni o'g'lim shu ahvolga soldi-ya. O'g'il emas u menga hayvon tarbiya qilgan ekanman. Mayli, asabiylashmang. Yaqinda siz operatsiyaga olib kirishadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga hozir tinchlik kerak. Uni chet elga jo'natib merosdan mahrum qilishim kerak. Boshqa yo'lim qolmadi. Baxtivoy, merosdan mahrum qilaman deydimi? Men seni ham yo'qotishim kerak. Keling, nima yordam kerak? Mani kimligimni bilasan-a? Bu kasalxonani men qurganman. Bu yerdagi hamma narsa menga tegishli. Tagishi sana. Katta ketmang. Bu kasalxona otangizga tegishli. Mana yana bitta sodda ahmoq. Bu qaricholli qancha umri qolganini bilasanmi? Bu уже ikkinchi infarkt. Keyin hamma narsa menga qoldi. Короче, sen anesteziologmisan, kimsan, menga farqi yo'q. Ertalab odam uyg'onishlari kerak emas. Menga uyquga ketishlari kerak. Bu nima deganingiz? Hech narsani tushunmayapman. Sen meni juda yaxshi tushunding. Agar ular ertalabgacha tirik qolsalar, o'rnlariga sen narigi dunyoga kelasan. Bolalaring yetim, xotining beva qolishini xohlamasang kerak. Yaxshimisiz? Sanjar aka yaxshimilar? Operatsiya yaxshi o'tdimi? Operatsiya yaxshi o'tdi. Lekin hali o'zlariga kelmadilar. Reanimatsiyada sun'iy komada yotibdilar. Ana o'sqirt o'liyni deb hammasi. Mani u bilan o'zimning hisob kitobim bor. Menimcha shuni hal qiladigan vaqt keldi. O'sqirt, o'zingni otangni ham shu kuyga solding-a? Hamdamdan ko'chaga otib boringlar. Hozir masjidda o'zida mo'rtga ketadi. Yondagi manjalaqini ham qo'shib yuborsak. Bo'ldi qiling. Onangizni o'ylamaysizmi? Sizni qamab qo'yishsa, onangizni ko'tara olmaydilar. Xoniming to'g'ri gapiryapti. Onangni o'yla. Bilasan-ku, hayot meni qo'limdaligini. Oyi. Bo'ldi. Bu siz olingiz emas. Siz olingiz terapiya bo'limiga ko'chirganmiz. Sen chiqolmisan? Otani dab qila olmading. Endi kampiram tirik qoldimi? Seni qo'lingdan o'zi ish keladimi? O'zingiz 28-palatada dedingiz-ku. Men uni boshqa palataga ko'chirishlarini qattan bilay. Seni tekshirgan aqli yetmadimi? Bo'pti. Bitta kam bitta bu. Boshlagan ishing tugatil. Sen shu bitta odamni o'ldirding. Menda kompromatim bor. Putin bo'g'ligi esingdan chiqmasin. Sen isqirt hayvondan ham battar ekansan. Seni o'ldirib to'xtatmasa, boshqa umuman iloji yo'q.
Sanmi? Manimi? Duxing yetadimi? San mani otamni tortib olding. Yoqtirgan qizimni yo'ldan urding. Yana merosimni ham tortib olmoqchisan. Endi mani galim sandan hamma narsani tortib olish. Sani himoyaching, ya'ni mani otam o'lim bilan olishyapti. Onang mani qo'limda. Bu kasalxonada xohlaganimni qilaman. Bu shaharda men xohlaganimni qilaman. San mendan qochgani joy topadiysanmi? Qisqasi bitta faylasuf aytgandek. G'amingni ye. Cho'r. Lekin men shoh san yalang oyog'ini kechirishim mumkin. Agar hozir tiz cho'kib, shohim, meni kechiring deb oyoqlarimni o'psang, men jiddiy etdim. Oldimda tiz cho'kib, kechirim so'rasang, kechiraman. Senga ertalabgacha vaqt. Shohing o'z saroyida bo'ladi. Sizni qo'lingizdan hammasi keladi, siz kuchlisiz. Qanaqa qilib eting? Qanaqa qilib? U yoqda mani onam, sizniki emas. Men bilmayman qanaqa qilib bu vaziyatdan chiqish kerak. Lekin odam o'ziga ishonish kerak, qo'lini tushirish kerak emas. Men sizga ishonaman. Agar harakat qilmasangiz, bir umr o'zingizni kechira olmaysiz. Onangiz sizga ishonadilar. Gapingiz to'g'ri. Siz menga ishonasiz. Onam menga ishonadilar. Men hammasini uddalayman. Vaziyatdan chiqib ketaman. Ada?